Xotin Rossiyada ahvol chatoq. Rossiyada nima bo'lyapti? Yomon bo'lyapti, og'ir bo'lyapti, musofirlarni qiynayapti. Yerga karta tashlab qo'yib, olishing bilan olib ketyapti. O'g'irlabman kartasini, yersan o'rtag'im boshchasini. Ketarmishman askar bo'lib, yoqmasang qamatyapti. Ey qaytag'ay, bo'ldi qaytag'ay, bir kuni yeysan dodingni. Qaytag'ay, bo'ldi qaytag'ay, shoddan ham topasan noningni. Yomon bo'lyapti, og'ir bo'lyapti, oilang seni sog'inyapti. Shuncha yillar, shuncha vaqtlar umr Rossiyada o'tyapti. Sog'inyapti, yig'layapti, ota onang qarib qolyapti. Dada mehrin his qilolmay, bola chaqang ulg'ayibdi. Ey qaytag'ay, bo'ldi qaytag'ay, bir kuni yemasdan dodingni. Qaytag'ay, bo'ldi qaytag'ay, shoddan ham topasan noningni. Ey qaytag'ay, bo'ldi qaytag'ay, shoddan ham topasan noningni. Yomon bo'pti, og'ir bo'pti. Brat nima qilyapti? Ko'ziga qarasang bo'lmaydimi? O'zing ko'zingga qarasang bo'lmaydi. Mani yo'lla. Tushunmadim. Endi yirtaman. Saksan ko'ribsanmi? Ha, pavrotni yoqib yuradi. Qo'ldasin. To'xta, qo'ydan. To'xta, telefon xotin, to'xta. Urmay tur. Ha, xotin. Dadish, ro'parosi 37 kundan keyin dadamning tug'ilgan kunlari. Shunga nima olsak bo'ladi, boshim shunday qotibdi. Shu paytda ham shunaqa savol berasanmi? Xotin hali biroy bor ekan, biror narsa olamiz. Ha, bu yerda ishkaldaman. Ke, o'zing ke. Ur, sen ur. Ishlash yoqmasa ishdan ketinglar. Hamma joy minusga kirib ketgan. Hujjatda kamchiliklar ko'p. Hozir 1 minut. Ha, xotin. Alo, dadish, nima konditsioner ishlamayapti yo to'k ketdimikan? Yo'q, ishlash kerak. Rezitkaga tiqqanmisan? Iva, rezetka tiqilmagan ekan. Esim qursin, divnaman. Bitta ishingizni qiling. Bo'pti. Rezitkaga tiq. Bo'l chiqinglar-da. Hozirda Imkon savdo markazimizda 1-dekabrdan 31-dekabrgacha sehrli yangi yil aksiyasi davom etmoqda. Vau, zo'ru. Hozir 1 minut. Ha, xotin. Qirasiz? Imkon savdo markazidaman. Yangi yil munosabati bilan bu yerdagi barcha mahsulotlarga 50% gacha bonus beryapti ekan. Misol uchun, Avalon kulerlarini 3 million 300 ming evaziga bo'lib to'lashga xarid qilsang, shuni teng yarim 1 million 650 ming so'm senga bonus chiqar ekan. 4 million 400 ming so'mga mana shu xolodilnikni sotib olsang, senga 974 ming so'm bonus chiqarib beradi. Xullas, yig'ib qo'ygan bonuslaring evaziga o'zing xohlagan narsani tekkinga berib yuborishadi. Wow, buncha zo'r! O'zi nimaga telefon qiluvding? Ha, aytgancha, Wi-Fi'miz antennasi nechtalik edi? Wi-Fi'chilar telefon qilib so'rayapti. Wi-Fi qo'lingdami? Ha? Sanaqa nechta shoxchasi bor ekan? Bitta, ikkita. Ikkita ekan. Ikkita bo'ladi-da, xotin. Divna. Shu bema'ni narsalarga ham sizni ovora qilaman, hayotda. Ha, kallanga. Skorotga qancha bonus bor? Assalomu alaykum Burj Xalifa janoblari. Toshkentga xush kelibsiz. Toshkent havosi juda ham toza ekan. Menga endi Toshkent havosi toza bo'ladi-da. Aytgancha men 1 million dollar investitsiya qilmoqchiman. Alloh, 1 million dollar juda ham zo'r. Hozir 1 minut xotin qilyapti. Ha, xotin. Alo, dadish, ertaga to'yga bordoviy kostyumchami kiysammi yoki serinimi? Shunday boshim qotyapti. Xotin, shunaqa payt shu savol bersang shart. Luboyniki, Luboy senga yarashaveradi. Bo'pti, keyin telefon qilaman. Uzr, xotinim telefon qilib qoldi. Meni ham xotinim telefon qilyapti hozir. Alo, jonim. Allo, jonim, bugun kechqurun to'yga qaysi ko'ylagimni kiyay? Qizilimniki ham, yashilimniki ham? Jonim, nimaga bunaqa g'alati savollar berasan? Senga hamma narsa yarashadi. Xohlaganingni kiy. Uyiginagilar kiysin, ha? Bu faqat bizni xotin bu nefti va savol beradimi desam, butun dunyoning xotinlari shunaqa ekan-ku. Janob, butun dunyoning xotini shunaqa deyman. Albatta aytasan.